Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi. Ayrim hollarda esa ortiqcha to'langan pul qaytarib undirilishi mumkin bo'lgan yangi tartiblar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan farzand bor. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa yoki pensiya hujjatlarini endi rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichkina xato, bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik yoki biror ma'lumotni yashirib qo'yish pensiya to'lovining to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, shunda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Avval pensiya masalasida ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ariza va inson omiliga bog'liq edi. Ya'ni fuqaro qaysidir hujjatni olib keladi. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli idora uni tekshiradi. Keyin to'lov davom etadi. Agar biror o'zgarish bo'lsa, masalan, pensioner ishga kirsa, chet elga chiqib ketsa, nogironlik muddati tugasa yoki boquvchisini yo'qotgan bola o'qishni to'xtatsa, bu ma'lumot har doim ham tez yetib bormas edi. Hozir esa holat boshqacha. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. IXDYO, soliq organlari, bandlik, oliy ta'lim muassasalari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya, banklar va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtirilmoqda. Maqsad oddiy: pensiya haqiqatdan ham huquqi bor odamga to'g'ri miqdorda va o'z vaqtida to'lansin. Lekin amaliyotda bu nimani anglatadi? Agar bazada siz haqingizda noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumot tursa, tizim pensiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Agar ilgari ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiyalar ommaviy olib qo'yilyapti deb qo'rqitish to'g'ri emas. Lekin hech qanday xavf yo'q, hammasi o'z-o'zidan bo'ladi deyish ham xato. Xavf aynan hujjati joyida bo'lmagan, ma'lumoti yangilanmagan, o'zgarishni vaqtida xabar qilmagan yoki to'lov shartlarini tushunmagan fuqarolarda ko'proq bo'ladi. Eng katta o'zgarish shundaki. Endi pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha nazorat ancha avtomatlashtirilmoqda. Masalan, ilgari bir pensioner chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa, lekin uning kartasiga pensiya tushishda davom etgan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning nogironlik muddati tugagan, ammo qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa ham ayrim hollarda to'lov kechikib to'xtatilgan. Endi bunday holatlar elektron bazalar orqali tezroq aniqlanadi. Yana bir muhim masala boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya odatda voyaga yetmagan farzandlarga yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan ma'lum yoshgacha bo'lgan farzandlarga beriladi. Agar bola maktabni tugatgan, kollej yoki oliy ta'limga kirmagan yoki kunduzgi o'qishni sirtqi ta'limga almashtirgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Oldin bu ma'lumot kech aniqlanishi mumkin edi. Hozir esa ta'lim bazalari bilan solishtirish orqali tezroq aniqlanadi. Uchinchi katta masala ish staji va daromadlar. Pensiya tayinlashda ish staji, ish haqi, badallar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari juda katta ahamiyatga ega. Agar hujjatda tafovut bo'lsa, masalan, mehnat daftarchasida ish joyi bor, lekin arxivda tasdiq yo'q yoki ish haqi ma'lumotnomasida raqamlar shubhali ko'rinsa, qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu tekshiruv natijasida pensiya miqdori kamayishi, qayta hisoblanishi yoki ayrim davrlar stajdan chiqarilishi ehtimoli bor. Birinchi navbatda hujjatlarda tafovut bor fuqarolar xavotir olishi kerak. Masalan, pasportdagi ism familiya bilan mehnat daftarchasidagi ism familiya bir xil yozilmagan bo'lsa, Gulchehra bir joyda Gulchehra bo'lib ketgan, Abdullayev boshqa hujjatda Abdullayev yozilgan, tug'ilgan sana bir joyda 1929-yil, boshqa joyda 1906-yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu oddiy xato deb qaralmaydi. Pensiya hisobida har bir yozuv muhim. Shuning uchun bunday odamlar hujjatlarni oldindan tekshirtirib qo'yishi kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Agar sizga nogironlik muddati vaqtincha berilgan bo'lsa, masalan, 1 yil yoki 2 yilga belgilangan muddat tugashidan oldin qayta tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak. Ba'zi fuqarolar avval ham berishgan, yana berishadi deb yuraveradi. Lekin tizim uchun muddat tugadi degani, to'lovni davom ettirishga asos tugadi degani. Qayta ko'rikdan o'tmaguncha pensiya to'xtab qolishi mumkin. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Misol keltiraman.
Otasi vafot etgan 17 yoshli farzand pensiya olyapti. U 12 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limga kirsa va tegishli ma'lumotnoma topshirsa, to'lov davom etishi mumkin. Lekin u o'qishga kirmasa yoki sirtqi ta'limda o'qisa, shartlar boshqacha bo'ladi. Bu holatda pensiya to'xtashi ehtimoli bor. Ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Bola hali yosh, nega to'xtadi deydi. Sababi yoshning o'zi yetarli emas, qonunda belgilangan shartlar ham bo'lishi kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar pensioner boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, O'zbekistondagi pensiya to'lovi bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda shaxsning tirikligi, yashash joyi, fuqaroligi doimiy ro'yxati kabi ma'lumotlar tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Agar ma'lumot tasdiqlanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Ayniqsa qarindoshlari kartadan pul yechib turgan, lekin pensionerning o'zi mamlakatda emas yoki hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, savollar paydo bo'ladi. 5-guruh o'zgarishni yashirgan yoki vaqtida xabar qilmagan fuqarolar. Masalan, nogironlik holati bekor qilingan, lekin fuqaro pensiya olishda davom etgan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishdan chetlatilgan. Lekin bu haqida xabar bermagan. Bunday holatlarda keyin men bilmagandim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki pensiya oluvchi fuqaro o'z huquqi bilan birga majburiyatini ham bilishi kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa va sizdan qo'shimcha ma'lumot so'ralmagan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Pensiya to'lovi odatdagidek davom etadi. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz ham, faqat shu sabab bilan pensiyangiz avtomatik olib qo'yiladi degan gap to'g'ri emas. Lekin ishlash holati pensiyaning ayrim qo'shimcha to'lovlariga, kompensatsiyalarga yoki alohida imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlayapman, endi pensiyamni olib qo'yishadimi deb qo'rqmang. Lekin o'z holatingiz bo'yicha pensiya jamg'armasidan aniqlashtiring. Agar siz har yili kerakli ma'lumotnomalarni topshirayotgan bo'lsangiz, masalan, talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik qayta ko'rigi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanayotgan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Muammo odatda sukut saqlashdan, o'zi bilib oladi deb yurishdan va xatni e'tiborsiz qoldirishdan kelib chiqadi. Birinchi misol, ondaqangi yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. U bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan, o'zi esa qishloqda yashaydi. Kartadan har oy pul yechiladi, lekin otaxonning pasport muddati tugagan, yashash manzili eski, telefon raqami ham o'g'lining nomida. Bir kuni bank yoki pensiya jamg'armasi shaxsni aniqlash ma'lumotini yangilashni so'rashi mumkin. Agar oila vaqtida bormasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Bu pensiya olib qo'yildi degani emas. Bu shaxs va ma'lumotni tasdiqlash zarur degani. Ikkinchi misol, 19 yoshli qiz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan. U universitetga kunduzgi ta'limga kirgan, 1-kursda o'qigan, keyin oilaviy sabab bilan sirtqi ta'limga o'tgan. Oila baribir o'qiyapti-ku deb pensiya davom etadi deb o'ylaydi. Lekin ko'p holatlarda aynan kunduzgi ta'lim sharti muhim bo'ladi. Agar shart o'zgarsa, to'lov huquqi ham o'zgaradi. Natijada keyin bir necha oy ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 3-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi ayolga 2 guruh nogironlik 1 yilga belgilangan. U qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. Tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi. Pensiya to'xtaydi. Ayol kasalligim tuzalmagan, nega to'xtatishdi deydi. Sababi tibbiy holatni tasdiqlovchi rasmiy xulosa muddati tugagan. Qayta ko'rikdan o'tib nogironlik tasdiqlansa, to'lov tiklanishi mumkin. Lekin muddatlar bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. 4-misol. Erkak kishi pensiyaga chiqayotganda 30 yillik staj ko'rsatgan. Mehnat daftarchasida 1994 yildan 2001 yilgacha bir korxonada ishlagan deb yozilgan. Keyingi tekshiruvda korxona arxivida bu davrning bir qismi tasdiqlanmadi yoki ish haqi ma'lumotnomasi topilmadi. Agar fuqaro qo'shimcha dalil keltira olmasa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu juda og'riqli holat. Chunki odam yillar davomida olgan miqdori kamayishini istamaydi. Lekin pensiya hisobida tasdiqlangan staj va daromad hal qiluvchi ahamiyatga ega. 5-misol. Pensioner vafot etgan. Lekin oilasi bir necha oy davomida uning kartasiga tushgan pullarni yechgan. Bu eng xavfli holatlardan biri. Chunki vafotdan keyingi pensiya to'lovi agar qonunda alohida asos bo'lmasa, huquqsiz olingan pul hisoblanadi.
keyin bu summa merosxo'rlardan yoki pulni yechgan shaxslardan undirilishi mumkin. Shuning uchun yaqin inson vafot etganda FHDga orqali rasmiylashtirish, pensiya organlariga xabar berish va tushgan to'lovlarni o'zboshimchalik bilan ishlatmaslik kerak. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtashi har doim ham butunlay bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, hujjat yetishmayapti, ma'lumot tasdiqlanmagan, bank rekvizitida muammo bor, shaxsni identifikatsiya qilish kerak. Fuqaro kerakli hujjatni topshirsa, to'lov tiklanadi. Lekin kechiktirilgan oylar bo'yicha har bir holatga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov har doim ham firibgarlik degani emas. Ba'zan tizim xatosi, idoralar o'rtasidagi ma'lumot kechikishi yoki xodimning noto'g'ri hisob-kitobi sabab ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin fuqaro bilib turib noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, holat og'irlashadi. Shuning uchun sizga ortiqcha to'lov bo'lgan deyishsa, darhol qo'rqib pulni to'lab yubormang. Avval hisob-kitobni yozma ko'rinishda so'rang. Qaysi davr, qaysi asos, qaysi miqdor, qaysi qaror bilan. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, xavf kuchayadi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Pensionerning kartasini farzandi, kelini yoki nevarasi ishlatadi. Agar hamma narsa rozilik bilan bo'lsa ham. Huquqiy nuqtai nazardan muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa pensioner kasal, muomalaga layoqati cheklangan, chet elda yoki vafot etgan bo'lsa, karta orqali pul yechish savollar tug'diradi. Eng to'g'ri yo'l. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik tartibini rasmiylashtirish. 4-nozik jihat. Yashash joyi o'zgarsa, albatta ma'lumotni yangilang. Men bir tumandan boshqasiga ko'chdim. Lekin pensiya baribir kartaga tushadi deb e'tiborsiz bo'lmang. Bugun tushayotgan bo'lsa ham, ertaga tekshiruvda manzil mos kelmasa, qo'shimcha savollar chiqadi. Ayniqsa ijtimoiy nafaqalar, parvarish puli, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordamlar manzil va oila tarkibiga juda bog'liq. 5-nozik jihat. Pensioner ishlasa, hamma to'lovlar bir xil baholanmaydi. Yoshga doir pensiya nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli va kompensatsiyalar bir-biridan farq qiladi. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi, lekin qonuniy asoslar boshqacha. Shuning uchun qo'shningizning holati siznikiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Falonchining puli to'xtabdi, endi meniki ham to'xtaydi deb vahima qilmang, lekin o'z to'lovingiz turini aniq bilib oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqich-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha TIEK xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari barchasi joyida bo'lsin. Ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport raqami hamma hujjatda bir xil ekanini tekshiring. Ikkinchi qadam, agar pensiya to'xtagan bo'lsa, avval sababini yozma ravishda aniqlang. Telefon orqali hujjatda muammo bor degan umumiy gap yetarli emas. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring, ariza yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sabab va qaysi asos bilan to'xtatilganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. 3-qadam. Agar hujjat yetishmasa, uni qayerdan olishni aniqlang. Ish staji bo'yicha arxiv kerak bo'lsa, sobiq ish joyining huquqiy vorisi yoki davlat arxiviga murojaat qilasiz. Ish haqi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, korxona buxgalteriyasi yoki arxividan olasiz. Talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, o'quv yurtidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida rasmiy ma'lumotnoma olasiz. Nogironlik bo'yicha muddat tugagan bo'lsa, oilaviy poliklinika orqali tibbiy hujjatlarni tayyorlab, TIEK ko'riga yuborilish tartibini boshlaysiz. 4-qadam, ortiqcha to'lov talab qilinsa, hisob-kitobni tekshiring. Sizdan masalan 10 million so'm qaytarish so'raldi. Darhol mayli demang. So'rang, bu 10 million qaysi oylar uchun? Nega ortiqcha hisoblangan? Men o'sha davrda qanday huquqni yo'qotganman? Qaysi hujjatga asosan? Agar xato idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, sizning aybingiz bormi yoki yo'qmi? Bu savollarni yozma bering, kerak bo'lsa. Yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 5-qadam. Yaqinlaringizning kartasidan foydalanishda ehtiyot bo'ling. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa va bankka bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Notarius orqali
yoki qonunda ruxsat berilgan boshqa tartibda vakillik hujjati oling. Shunda ertaga nima asosda pul yechdingiz degan savolga javobingiz bo'ladi. Agar pensioner vafot etsa, kartadagi pulga qo'l tekkizishdan oldin albatta qonuniy tartibni aniqlang. 6-qadam, har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Ishga kirish, o'qish shakli o'zgarishi, chet elga uzoq muddatga ketish, nogironlik muddati tugashi, oila tarkibi o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, pasport almashishi, bank rekviziti o'zgarishi kabi holatlar bo'lsa, kutib o'tirmang. Tegishli idoraga murojaat qiling. Ba'zan bir kunlik e'tiborsizlik keyin bir necha oylik to'lov muammosiga aylanadi. 7-qadam, elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing, lekin faqat shunga suyanib qolmang. MyPodcube.uz, bank ilovalari, SMS xabarnomalar. Idoralar portallari orqali ko'p ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin murakkab holatda baribir rasmiy yozma javob eng kuchli dalil bo'ladi. Og'zaki aytilgan gapni ertaga isbotlash qiyin. Bunday holatda men quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Avval tuman pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Javob sizni qoniqtirmasa, viloyat boshqarmasiga shikoyat qiling. Unda barcha hujjat nusxalarini ilova qiling. Pasport, pensiya hujjati, avvalgi qarorlar, bank ko'chirmasi, tibbiy yoki ta'lim ma'lumotnomasi arizangiz nusxasi. Agar yuqori idora ham muammoni hal qilmasa, sud tartibida pensiya to'lovini tiklash yoki noto'g'ri qarorni bekor qilish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Men yartam yil ishlaganman degan gap insoniy jihatdan to'g'ri va hurmatga loyiq. Lekin idora oldida buni tasdiqlovchi hujjat kerak. Menga aytishmagan degan gapdan ko'ra, mana mening arizam, mana javob, mana ma'lumotnoma degan yondashuv kuchliroq. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensiyalar hamma pensionerlardan olib qo'yilayotgani yo'q, lekin nazorat kuchaygan, ma'lumotlar solishtirilmoqda. Hujjatlar va shartlar aniq tekshirilmoqda. Kimning hujjati joyida bo'lsa, shartlarga amal qilsa, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilsa, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Kim hujjatni e'tiborsiz qoldirsa, nogironlik qayta ko'rigini o'tkazib yuborsa, talabalik yoki yashash ma'lumotini yangilamasa, karta va to'lovlarni tartibsiz ishlatsa, aynan o'sha odam muammoga duch kelishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bugun videoni ko'rganingizdan keyin ota-onangizning, bobo-buvingizning hujjatlarini bir tekshirib qo'ying. Pasporti amal qiladimi? Bank kartasi o'zidami? Pensiya to'lovi qaysi asosda keladi? Biror ma'lumotnoma muddati tugamaganmi? Shularni aniqlang. Muammoni oldindan ko'rgan odam keyin yugurib yurmaydi. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensiya to'xtashi, qayta hisoblash yoki ortiqcha to'lov talab qilish holatlari bo'ldimi? Qaysi sabab bilan bo'ldi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.